Uyghur Abdunum Raylık Hökümetinin reisi Erkin Tunyazning Angliya, Fransiya, Belgiya qatarlıq dövlətlərə qıladigan ziyarəti əməldən qalğan. Amerikadakı siyasətçi Tori 2 ayının 13 günü xəbər berib, Erkin Tunyazning oldingi hafta күчлük davrinə bolğan və kişilik hüquq təşkilatlarının күчлük qarşılığına uçurğan bu ziyarətining əməldən qalğanlığını bildirgan. Bu xəbərdə aytilishicha, Xitoyning Fransiya va Belgiyada turishliq elchixonasi Erkin Tunyazni kutilish faoliyatini kun tartibda o'zgarish bo'ldi degan sabab bilan kechiktirgan. Erkin Tunyazning Yevropaga keladiganligi kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'ladigan siyosatchilar va kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchragan bo'lib, ular Yevropaning Erkin Tunyazni, ya'ni millionlagan Uyg'urlarga planliq, sistemlik ziyonkashlik qilayotgan bir hukumatning amaldorini izzat ikram bilan kutilishidan andisha qilgan ham kuchli qarshilik bildirgan edi. Erkin Tunyaz into our country, only meetings with him should be in a courtroom. So will the government now sanction him as well as Cheng Twenguo, the butcher of Xinjiang? Because we have to refuse to meet with them. EU countries, like-minded, have already announced they will not meet with this man when he comes to Brussels. Xalqaro kechirim tashkiloti, Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq organlar bayonot e'lon qilib, agar Erkin Tunyaz kelib qolsa, Yevropa davlatlarining uning insoniyatga qarshi jinoyatga sherik bo'lganligi masalasini yuziga selishi va Xitoy hukumatidan hisob so'raydigan maydonini ifodalashi kerakligini o'tirg'a qo'ygan edi. Xalqaro kechirim tashkilotining bildirishicha, Xitoy hukumati Yevropa bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash, kishilik huquq dialogini Xitoyga foydali tarafga burash uchun Erkin Tunyazni ziyorat qildirmoqchi bo'lgan. Ammo Yevropa davlatlari uchun aytganda, bu kishilik huquq masalasida bir qadam oldiga mangadigan va Erkin Tunyazni xalqaro qonun organlari bilan uchrashtiradigan yaxshi fursat ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bayoniga qaraganda, Amerika 2021-yil 12-oyda Erkin Tunyazni kishilik huquqni dafsanda qilishda o'ynagan roli sababli jazo tadbiri qo'llangan. Endi Angliya bilan Yevropa ittifoqimi Erkin Tunyazni boshqa Xinjiang amaldorlariga o'xshash jazolashi, Yevropaga kirgizmasligi kerak. Chunki ular Uyg'ur rayonida hali ham insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilmoqda. Siyosatchi To'g'rining xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Erkin Tunyazning dastlabki ziyorat planini oshkorlamagan va bu ziyoratning amaldan qolganligi haqida uchur bermagan. Faqat sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yining Rossiya va Yevropadagi 4 davlatga ziyoratga boradiganligini e'lon qilgan. The thing we can do is to tell them this has to stop by joining with the Americans and others of our allies and all together making sure we sanction those who are guilty of this massive, terrible, murderous abuse. And we should do it today. That would be the best thing, even if he hasn't landed yet. He's sanctioned, he can't get off the aircraft, you better catch another one back to Beijing.